Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 14 yoshli Hilola Olimxonova u xalqaro IELTS imtihonidan 8,5 ballni qo'lga kiritdi. Yosh bo'lishiga qaramay katta maqsadlar sari qat'iyat bilan qadam tashlayotgan iqtidorli qahramonimiz haqida lavhamiz orqali batafsil tanishasiz. Yoshlikdagi bilim kelajakka sarmoya. Bugungi qahramonimiz 14 yoshida 8,5 IELTS sohibasi bo'lish bilan birgalikda 5 million so'm miqdorida pul mukofotiga ham ega bo'lgan Hilola Alimjonova. Ingliz tili hayotim mazmuniga aylangan desam mubolag'a emas, chunki yoshligimdan beri ingliz tiliga qiziqib va o'rganib kelganman. Ingliz tilini o'qishni o'zim qishlog'imdan boshladim va u yerda safarga 1 yil tayyorlanib, 7-sinfligimda B2 natijaga erishdim va 8-sinfligimda o'quv markaziga kelib, IELTSdan 8,5 natijaga erishdim va bunda o'qituvchilarimni hamda yaratib berilgan sharoitlarni o'rni katta. Teacherlarim Sodiqjon, Farruh va Shohinnur teacherlar qiyinchiliklarga duch kelganimda doimo yordam berib, quvvatlashdi. Birinchi o'rinda ota-onamning o'rnida ham katta rol o'ynagan, chunki ular doim meni qo'llab-quvvatlab kelishgan. Ingliz tilini o'rganishda boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin yaxshi teacherlarni hamma narsaga erishish mumkin. Avvalo insonning o'zining mehnati, ishtiyoqi bilan eng yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. As we know, there are not so many students who study at top universities. I really want to be the first one who enters such universities, and by that I want to motivate them to study English and other subjects as well. Albatta bunday natijaga erishish uchun katta mehnat, qiziqish va to'g'ri tashkillangan muhit talab qilinadi. Qahramonimizning ushbu yutug'i ortidan ustozlar ham katta motivatsiya olishdi desak mubolag'a emas. Hilola o'quvchimiz bizga kelganlarida darajalari B2 edi. Shundan keyingi 1 yil davomida o'zlarining harakatlari, ishtiyoqlari, ya'ni ingliz tiliga bo'lgan qiziqishlari hamda o'qituvchilarning yordamida shu darajaga erishdilar. Hilola o'quvchimiz 8,5 ball olganlaridan so'ng ularning o'zlari hamda o'qituvchilari ham 5 million so'm cashback bilan rag'batlantirildi. Va bu yutuqdan so'ng o'quvchimiz ham va uning o'qituvchilari ham juda ham xursand bo'lishdi. Hamda shunday yana yuqori natijalar chiqarish uchun ularda yana ham ishtiyoq paydo bo'ldi. O'quv markazimizda juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Albatta bu o'quvchilar uchun. O'quvchilar bizda umumiy ingliz tili, IELTS, SAT, rus tili va bir nechta DTM fanlarini sifatli o'rganishlari mumkin. Bizda o'quvchilarning darsdan tashqari ham dars qilishlari uchun coworking zonalari berilgan. Ya'ni bu coworking zonalardan o'quvchilarimiz unumli foydalanib, yana ham o'sishlariga erishishlari mumkin bo'ladi. O'quv markazimizda barcha o'qituvchilar malakali bo'lib, ular o'quvchilar bilan kerak bo'lsa individual yondashib, ularning o'sishlariga yana ham yordam berishadi. Hilola o'quvchimizning bu yutug'idan biz juda ham katta motivatsiya oldik va kelajakda ham yana ham yuqori natijalar ko'rsatadigan o'quvchilarimiz sonini ko'paytirishga biz ham juda ham katta harakat qilyapmiz. Darhaqiqat kuchli bilim ortidan mana shunday muvaffaqiyat ortidan esa hurmatga sazovor bo'lish hech gap emas. Bunday iqtidorli yoshlar bor yurt esa doim yuksalaveradi.